Kumush olibsizmi aka? Davomimiz aka nima narsa ekan? Menimcha hammasi kumush bitta ko'ring shuni. Kumushmi hamma aka? Bu qancha yarim kilo kumush bordir bunda? Bilmayman aka, yergaman. Voy aka. Yangi narsa. Kumush emasmisiz o'zingiz? Yo'q aka. Bir bitta klientim keldi, kumush do'konim bor, biznesda boshqa. Yo'q, shunaqa. Taqilmaganlar ham bor orasida aka. O'zi ko'p ko'rinib turibdi. Yo, yuvib olib keldingizmi bular? Yo'q, uyda turganda. Taqmagan ekansiz, aka. Nima maqsad sotyapsiz o'zi? Hisoblovning aka. Kumush lekin sal arzonroq, bilasiz. Ha, bilaman aka. Siz kiyizlagan, shuncha Instagramdan ko'rib kelibsiz, qimmatroq hisoblayishga harakat qilasiz. Hop, hammasi bir xil proba degan. Aslida sipochka bracelet degan, imam ikkita uzugingiz bor ekan. Hop, uzugingiz probasi 750 proba degan. Bu tilla ekan-ku, aka. Mana ham bu ham 750 proba ekan, aka. Ikkalasi ham. Xabarim bor aka, xabarim bor. 750 proba, toshlari ham bilan indamay turdim. Toshlari ham bilan. Ha, bilarmi deysiz tillarni? Bilardim aka. O'shaning uchun kelganingizda kumush debsiz-da. Sizdan oldin ham aylandimda shahar aka, Instagramda tillachilar ko'payib ketibdi-yu. Polni aylanib eksperiment qilyapman o'zim uchun. 80% tillachi insofsiz ekan aka, kumushga hisoblayapti shuni. Ha, hozir bo'ldi, tushundim. Tushunishim bo'yicha hozir mana shuni olib borsangiz, mana ham kumushga. Atalab qo'shib qo'ydim orasiga, kumushga hisoblayapti aka, o'ylanib qolib. Ko'rganmidingmi? Yo'q, prosta kumushga hisoblayapti aka, bilmaydi deb o'ylayapti meni, indamayman oxirigacha. Keyin aytyapsizmi nimaga? Ha, aytdim keyin nima kumush hisoblayapti? Ko'rmay qolibdi aka, situatsiyadan chiqib ketadi shunaqa qilib. Balki rostdan ko'rmay qolgandir aka. Men ham hozir ikkita asosiy narsangiz bo'lsa sipochkada, lekin siz bittada ko'rib aytyapsiz aka, u polni lupalarda qarab ham kumushga hisoblayapti. Yana bir yoq tomoni bor. Tillacha o'zi aka, mana lupa ham olgan aka qo'limga. Sizni misol oddiy odam farqlamasligi mumkin, lekin tillacha bittada farqli kumush bo'ladi. Shunga aytaman aka, o'zini ishi-ku shu. Gapi bo'ldi, hisoblab beraman, lekin hisoblamay qo'yavering aka, sotmayman. O'zida Instagramda trendda sizni ham tekshirayverdim aka, o'zim uchun. Qarasam siz brilliantni aytyapsiz. Sotishga olib kelmadingiz-da? Yo'q, sotishga olib kelmadim aka, eksperiment. Meni tekshirmoqchi bo'ldingiz-da? Shunaqa aka, shunaqa ham bo'ladi. Halollik foydadan ustun aka. Siz bitta alganim bilan yo'lda nima javob beraman? Endi shaharda ko'rdim yoki ko'p insofsiz ekan. Bor shaharda ham bitta ikkita. Bilmayman, hamma odam har xilda aka. Tarbiyaga ham bog'liq. Shunaqa ekan aka. Nima qiling aka? Bo'ldi, qaytib sotavering aka. Rostdan sotmoqchimisiz? Yo'q. Kumushdan bo'lsa ham sotib keting. Yo'q. Balki aylanarman hali aka. Ha, yana aylanishsiz. Qatlaga bordingiz aytamiz. Ha, yo'q, qo'yavering. Bo'ptimi, men bittasini kumushga berib ketay endi. Hazdasham aka, hazdasham. Qo'yib qo'ying. Rostdan sotmaysizmi? Yo'q. Yo'q. Bu ham shunaqasi bo'lganmi? Bo'lmagan. Bittasini o'zi ham sotib keting. Yo'q, aka, men aylanib yana shaharga kelaman esicha. Bo'ldi.